Aziz do'stlar, 16 million so'mga bemalol to'yingiz o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Qarang, mana bu atmosferani qarang, mana bu go'zallikni qarang. Qayerda bor, qayer? Kechirasiz, tarelkaga tegib ketib qoldim. Xullas kalom, sizlarga bir narsani aytib o'tay. 16 million so'mga farzandingizni to'yini o'tkazsangiz, bu sizga yomonmi? Ha? Qolgan pullar cho'ntagingizda qolsa, asaloyiga ham ozgina ajratib qo'ysangiz, bu yomonmi sizga? Hammasi yaxshi bo'ladi. Xohlasangiz 16 millionga. Nima dedingiz? Do'stlar, dasturxoningiz juda ham chiroyli holatda bo'lsa, ayniqsa mana bunday bir qora materiallardan qo'yib qo'ygan bo'lsa, haligi nima deydi? Ba'zi bir dog'lar ham sezilmasa, ofisantlar yoki u butun to'yxona ma'muriyati kelib qolganda ham xijolatchilik sal yo'qoladi-da. Ayniqsa dasturxoningizda 22 xil masalliq bo'ladi. 16 million so'mga. Xullas kalom 22 xil masallig'imizda nimalar bor? Ya'ni dasturxondagi menyumizda nimalar bor? Uni sizga tanishtirib o'tamiz. Marhamat. Мясной ассорти, non ассорти, sir ассорти, свежий, salqin ichimliklar, aylanib ketay tovuq qanotchalari, shirin bo'lsin degan shiruvlar, olivye, orasida bitta ananas, qo'zi qorin, shokolad ассорти, yaponskiy salat, suzmalar, muzkoy kapris, topga qarab limon, Sezar. 22 xil masalliq albatta dasturxoningizda bo'ladi. Biz esa buni ta'minlab beramiz. Tarvuz qovunlarimiz esa bu sezonniy bo'ladi. Undan tashqari suyuq ovqat, qo'yiq ovqat, ya'ni 2 xil taomlarimiz ham taqdim etiladi. Mehmonlaringiz kelib o'tirganlaridan keyin esa somsalar taqdim etiladi. Azizlar, bizdan uzoqlashmang. Albatta adashib qolmang, 16 million so'mga to'y o'tkazish mazza-ku, to'g'rimi? Mana bu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Biz esa siz bilan bog'lanamiz. Qanday holatdan xohlasangiz, sizga shunday sharoit qilishga harakat qilamiz. Kimyo restorani sizni kutmoqda.